Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan ugri, ya'ni husnbuzar kasalligi haqida gaplashamiz. Husnbuzar kasalligi surunkali, yallig'lanishli kechadigan kasallik hisoblanib, asosan balog'at yoshiga yetgandan boshlab kasallik rivojlanishni boshlaydi. Ushbu kasallikka bir qancha olib keluvchi sabablar mavjud bo'lib, birinchi o'rinda bu gormonal fon buzilishi, kuchli stress holatlari va o'sha toshmalarni siqish natijasida kasallikni og'ir holatlarga o'tkazishimiz mumkin. Kasallikni o'rta, og'ir va yengil darajalari farqlanadi. Biz ko'pincha yengil darajalariga va o'rta darajalariga e'tibor bermasligimiz natijasida konglobatni, ya'ni chandiqlanadigan turiga o'tkazib yuborishimiz mumkin. Bu holatda bemorlarni albatta uy sharoitida emas, yotib statsionar sharoitda davolash talab etiladi. Kasallik asosan yuz sohalarida, ya'ni seborreal sohalarda, ko'krak old qismi va kuraklar orasi qismida yallig'lanishli yiringli toshmalar toshishi bilan xarakterlanadi. Kasallikni davolash husnbuzar kasalligining og'irlik darajasiga qarab belgilanadi va og'ir turlarida retinoidlar bilan birga kompleks sistemli davolash choralarini talab etishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu kasallikni o'rta va og'ir turlarida lazer usulida keng foydalanishimiz ham mumkin.